Qaranglar, Hoji boboga bu xolodilniklar kelibdi. Bu xolodilnik ichiga rosa banan solib, rosa saqlaydiganlarda qarang. Oyiga 3000 so'm, 3200 so'm, 3300 so'm. Mana shu narx. Mo'l. Ha, mana shu narx. Narx o'zgarmaydi. Oyiga 3000 so'm, 3200, 3000 so'mdan bo'ladi. Mashina 1 yilga bo'lib yuboramiz. 1 yilga bo'lib yuboramiz. Bo'ldi. Faqat bittagina pasportga murabbaha asosi islom shariati bilan to'lamaydigan bo'lsa, pena-menalar tug'ilmaydi, qo'shilmaydi, xudo xolsa halol. Halol savdo. Undan tashqari mana kir mashinalarimiz keldi. Mana to'ydan keldinglar. Qonun ustidagilar bonusga bermaysizmi? Yo'q, siz yo'q, u alohida sotiladi. Buni o'zini bonuslar. Keyin kir mashinalar keldi. Kir mashinalari qilimon qarang, to'ydan keldingiz. Shunda yechdingiz, tashladingiz, o'zi yuvdi, o'zi quritib, o'zi chiqarib beradi. Bular narxi necha pullar? Oyiga 2000 so'm. 2200 so'm. Yo'q. 2000 so'm, 2200 so'm, 2300 so'm. Misol uchun bola to'yga boryapti, to'yda olyapti. Ertasi kuni ota ko'rda bo'lyapti. Ota ko'rdiga nima beraman deyapti. O'ylanmasdan kelaveradi. Xudo hozir sepilarni ham qilib beramiz. Hoji bobo hamisha el xizmatida. Bir qadam oldida demak,